Green Card dasturiga ariza berish tartibi yangilandi. AQSh federal reyestrida yangi qoidalar haqidagi ma'lumot e'lon qilindi. Ma'lumotga ko'ra, Diversity Visa program lotereyasida ishtirok etish uchun amaldagi xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. Arizaga pasportning shaxsiy ma'lumotlar va imzo tushirilgan sahifasi skanerini yuklash so'raladi va ariza topshirish uchun $1 miqdorda yig'im joriy etiladi. Mazkur o'zgarishlar 2026-yilning 10-aprel sanasidan boshlab kuchga kirishi mumkin. Shuningdek, anketani to'ldirish vaqti ham 90 daqiqaga uzayrtirilishi kutilmoqda. DV dasturi qoidalarida gender va yosh so'zlari o'rniga biologik jins va tug'ilgan sana so'zlaridan foydalanish rejalashtirilgan. Ariza beruvchilar tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan talablar: ta'lim darajasini ko'rsatish, o'rta ma'lumot to'g'risidagi shahodatnoma yoki uning ekvivalentini, so'rovnomada oilaning barcha a'zolari va er-xotinni sanab o'tish kerakligi. Qolaversa, konsullikdagi intervyu paytidayoq ma'lumotlarni tasdiqlash muhim sanaladi. AQSh rasmiylariga ko'ra, yangi qoidalar birinchi navbatda firibgarlik va qayta ro'yxatdan o'tishga qarshi kurashishga qaratilgan. O'tgan yilning 19-dekabr kuni AQSh Green Card dasturini Braun universitetida sodir etilgan otishma sabab vaqtincha to'xtatgandi. Bunga hujum uyushtirgan shaxs Green Card bilan Amerikaga borgani aytilgan. Ushbu xabarni Amerikaga ketish orzusida yurgan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.